Quddus aka, bizda mana shu ijtimoiy tarmoqlarga erkinlik berildi, yengillik. Bir tomoni yaxshi, bir tomon juda ko'p joylarni muammolarni olib chiqyapti blogerlarimiz, jurnalistlar, oddiy xalq ham ko'rsatyapti va muammolarga yechim topyapmiz. Ikkinchi yana bir tomoni borki, keyingi paytda ijtimoiy tarmoqlarda guruhlarga bo'linib, ko'proq trollar kurash boshlandi. Bu xalqni fikrini o'zgartirishga urinish ikkita joyda men juda kuzatyapman, bir ikki joyda gapirdim ham, bir maqola ham tayyorlayapmiz hozir. Deylik sudlarga bosim qilish. Sud boshlandi qaysidir bir shaxsga nisbatan. Ijtimoiy tarmoqlar sud davom etyapti jarayon. Bular hukm chiqaryapti. Sudyani haqoratlayapti, poraxo'r deyapti, muttaham deyapti, tergovni haqoratlayapti, prokuraturanda va bularga biz munosabatsizmiz. Ular shuni orqasidan odam yig'ayapti-da, ha bu zo'r bloger ekan. Bu bizni himoya qila olar ekan. Qonunda o'ylamayapti. O'sha ikkita blogerni yo ikkita manaqa chiqib olib ijtimoiyatda bir gapirishlarini ko'ring, shunaqa dag'dag'a bilan gapiradiki, bu sudya emas, hech kim emas o'zi. Shu stolni mushlashini ko'rib, bu bir davlat rahbari ham bunaqa munosabat qilmaydi-da sudyaga, prokuror. Chunki sudya mustaqil. Unga konstitutsiyadan boshqa hech kimga bo'ysunmaydi u. Davlat rahbariga bo'ysunmaydi. Mustaqil o'sha qonunlarga asoslangan holatda ish olib bordi. Lekin biz bir ikkita keyslar bo'ldi, keyingi paytda atrofiga to'dalar olishib odamlarni bu xalqni bizdagi odil sudlovga nisbatan ishonchini so'ndiradi ekan. Bu juda yomon narsa. Sudga nisbatan xalqni ishonchini so'ndirib, sudyalarga nisbatan nafratini uyg'otyapti. Nafrat yomon narsa juda ham. Bu bittasi. Ikkinchisi, keyingi bir ikki haftani juda keskin bir masala boshlandi. Tojik bilan o'zbek, qozoq bilan o'zbek, turkman bilan o'zbekning o'rtasida ichida bir taniqli odamlar ham bor. Haqoratlash millatlarning o'rtasida bu ataylab qilinadi. Manipulyatsiya deyiladi. Bu manipulyatsiya millatlarning qarasak ahil bo'lib ketdik. Orasiga nizo solish. Mayli qaysidir troll qayerdandir o'tirib, qaysidir davlatning buyurtmasini bajarayotgandir. Lekin mana bu yerda qo'shilib olib o'zimiznikilar ham falon millatdan biz o'zbek zo'rmiz, bu yoqdan tojik chiqadi, biz o'zbekdan zo'rmiz. Bu O'rta Osiyo xalqlarini o'rtasiga ongli ravishda trollar orqali nizo solinyapti. Ularning hech qaysini adresi yo'q, topa olmaysiz va yana qaraysiz, ularda ortiga yoziladigan izohlar bor-ku, Quddus Azam, Islom Hamro, Murodil Abdurahmonov deb ochiq yozib qo'yilmagan. Na surati bor, na ismi familiyasi bor, bir taxalluslarni qo'yib oladi-da, boshqa millatni o'zbekning nomidan haqorat qilyapti. Boshqa millatlarning nomidan o'zbeklarni haqorat qilyapti. Biz axborotni ajratib olish degan narsada mana shu joyda juda ehtiyot bo'lish kerak xalqimiz. Ayniqsa yoshlar sal qoni qayroq bo'ladi. Birdan qizishib ketadi-da yoshlar, "Yo, biz zo'rmiz" deb mana shu yoshlarni ehtiyot qilish kerak. Buni faqat bitta ko'rsatuvda emas, buni har bir kengroq mahallalarga tushib targ'ib qilish kerak.